Ko'z tegishi qanday ta'sir qiladi? Bir toifaning aytishicha, ko'zi o'tkir odam yomon nazar bilan qarasa, uning ikkala ko'zidan quvvat taraladi va hasad qilinayotgan odamga zarar yetadi. Yana bir toifaning so'ziga ko'ra, ayrim odamlarda ko'zga ko'rinmaydigan latif javharlar bo'lib, ana shu mayinga, ya'ni hasad qilinayotgan odamga tegadi, jismiga ta'sir qilib zarar yetkazadi. G'oyibga ishonmaydigan ayrim toifalar ko'z tegishini inkor etib, bu xayol, haqiqat emas deyishadi. Ular ruhlar va nafslar olami, sifatlari va ta'siri borligidan bexabar odamlardir. Millati va kelib chiqishi kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir xalqning oqil kishilari ko'z tegishini inkor etmaydi. Garchi uning sababi va ta'siri xususida ixtilof qilishsa-da, ammo ko'z tegishi haq ekanini ta'kidlashadi. Shubhasiz, Alloh subhanahu va taolo jismlar va ruhlarni turli quvvat va tabiatli qilib yaratgan. Aksarlarida xususiyat va ta'sir quvvatiga ega holatlar joriy etilgan. Oqil odam ruhning tanaga ta'sirini inkor qilishi mumkin emas. Zero, bu hamma tasdiqlab, his etadigan ishdir. Biron narsadan tortingan yoki uyalgan odamning yuzi qizarishi, kimdandir qo'rqsa, qattiq sarg'ayib ketishini yaxshi bilamiz. Bularning hammasi ruh ta'siri bilan bog'liq. Ruhlar tabiati, quvvati, holati va xususiyatiga ko'ra turlicha bo'ladi. Hasadchining ruhi hasad qilinayotgan odamga aniq ta'sir ko'rsatishini bilgani uchun Alloh taolo o'z rasulini hasadning yomonligidan panoh so'rashga buyurgan. Ko'z tegishi ba'zida bevosita munosabat yoki ko'rish yoki ruhning ta'sir etayotgan odamga yo'nalishi yo duolar yo xayol orqali ham ta'sir etishi mumkin. Ko'z tegishini faqat ko'rish bilan bog'liq hodisa deb qaramaslik kerak. Ko'zi ojiz odamga biron narsa ta'riflab berilsa, ko'zi ko'rmasa ham nafasi orqali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'p hollarda ko'rmasdan turib vasf orqali ko'z tegishi holatlari kuzatiladi. Ko'z tegishi misoli bir o'qdir. U ko'zi o'tkir odamdan chiqib, hasad qilinayotgan kishiga borib tegadi. Ba'zida bu o'q xato ketadi, ba'zida himoyasiz qolgan kishiga tegadi. Agar bandaning ko'z tegishiga qarshi quroli bo'lsa, bundan himoyalangan bo'lsa, o'q unga ta'sir qilmaydi. Balki uning ko'zidan taralgan salbiy quvvat egasining o'ziga qaytishi ham mumkin. Buning asli ko'zi bor odamning biron narsadan ta'jjublanishi oqibatida kelib chiqadi. Keyin unda salbiy, nopok kayfiyat paydo bo'ladi. Hasad qilinayotgan odamga zahrini sochadi. Unga suqlanib qaraydi. Ayrim hollarda kishining ko'zi o'ziga ham tegishi mumkin. Ba'zida o'zi xohlamasa ham ko'zi tegib qoladi. Ibn Qayyum Zodul Ma'od